Inson bu yorug' olamda yashab o'tar ekan, olam sirlarini bilishga, olamning qanday paydo bo'lganligini va qanday tuzilganligini bilishga intiladi. Qadimgi ajdodlarimiz ham olam sirlarini bilishga, uni ochib berishga urinishgan. Olam haqidagi qarashlar odamzodning tarixi qanchalik qadimiy bo'lsa, shunchalik qadimiydir. Bashariyat taraqqiyoti asnosida insonlar borliq tuzilishi haqidagi tasavvur va bilimlarni boyitib bordi. Olam tasavvurlari haqidagi ilk ma'lumotlar qadimgi Shumerlar bitiklarida uchraydi. Shumerlarni insoniyat sivilizatsiyasining asoschilari deyish mumkin. Aynan ular yozuvlarni kashf qilishgan. Shumerlar bundan 6000 yil ilgari qadimgi Mesopotamiyada gullab yashnagan sivilizatsiyaga asos solishgan. Shumerlarning fikriga ko'ra, ummon ya'ni okean doimo mavjud bo'lgan. O'sha ummondan yer va osmon paydo bo'lgan. Shumerlar yerni yassi ko'rinishda deb hisoblagan. Qadimgi Xitoyliklar olam tuxumdan paydo bo'lgan, umuman olam tirik tug'ilgan deb bilishgan. Qadimgi Hindistonliklar yerni toshbaqa va fillar ko'tarib turadi. Yer yarim shar shaklida bo'lib, Quyosh, Oy va yulduzlar uning atrofida aylanadi deb hisoblashgan. Yana ayrim xalqlar yerni aylana disk ko'rinishda deb hisoblab, uni kitlar ko'tarib turadi deb bilishgan bo'lsa, yana ayrim xalqlar yerni buqa o'z shoxida tutib turadi deb bilishgan. Umuman olganda qadimgi xalqlar nazdida olam yer va uning atrofida harakatlanuvchi Quyosh, Oy va yulduzlardan iborat bo'lgan. Qadimgi Yunonlar boshqa xalqlardan farqli o'laroq olam tuzilishi haqida boshqacharoq yondashishgan. Qadimgi Yunon olimi Pifagor yerni shar shaklida degan taxminni fanga olib kirgan. Boshqa bir Yunon olimi Aristotel yerni sharsimon ekanligini ilmiy isbotlashga uringan. Aristotel Oy tutilishi vaqtida yer soyasi Oy yuzasiga tushishini, yerning janubiy hududlarida ko'rinadigan ayrim yulduzlar yerning shimoliy hududlarida ko'rinmasligini bunga isbot sifatida keltirgan. Yana bir Yunon olimi Erostofen yer meridiani aylana uzunligini o'lchashga uringan. Bugungi kunda ham yerni tekis shaklda deb hisoblovchi odamlar oramizda topilib turadi. Yerni shar shaklida ekanligini esa Yunonlar miloddan avvalgi davrlardayoq uzil-kesil isbotlashgan. Yer shar shaklida degan tasavvur ko'plab tabiat hodisalarining mohiyatini anglashga imkon yaratdi. Ammo qadimgi olimlar yer olamning markazida joylashgan deb hisoblashgan. Jumladan Aristotelning ta'riflab berishicha, yer olamning markazida joylashgan. Quyosh, Oy va yulduzlar uning atrofida harakatlanadi. Bu tasavvur, ya'ni geosentrizm tushunchasi o'rta asrlargacha ilm-fanda mustahkam o'rnashib olgan. Aytish joizki, qadimgi Yunon olimlari ichida ham yer Quyosh atrofida aylanadi deya fikrlagan olimlar ham bo'lgan. Misol uchun qadimgi Yunon olimlaridan biri Aristarx yer ham o'z o'qi atrofida, ham Quyosh atrofida aylanadi. Yulduzlar esa aql bovar qilinmas darajada uzoqlikda joylashgan degan farazni ilgari surgan. Ammo buning bu fikriga hech kim ishonmagan. Ayniqsa nasroniylik cherkovlari bunday g'oyaga qattiq qarshi chiqishgan. Rim papalari Aristotelning geosentrizm g'oyasini ma'qullashgan. Boshqa xil olam haqidagi fikrlarni dinga qarshi chiqish, xudolikka da'vo qilish, Isoga va muqaddas Injilga oyoq qo'yish deb hisoblab, unga qarshi chiqqanlarni dahriy deya qattiq ta'qibga olishgan.
Milodiy 2-asrda yana bir Yunon olimi Ptolomey tomonidan yozilgan 13 ta kitobdan iborat Almagest asari yer olamning markazida joylashgan degan fikrni yanada rivojlantirdi. Uning bu asari 16-asrga qadar hukm surgan geosentrizm nazariyasini odamlarga uqtirib kelgan. Shu tariqa qadimgi insonlar dunyo haqidagi tasavvurlarini diniy qarashlar va aqidalardan chiqmagan holda ta'riflashgan. O'rta asrlardan boshlab insoniyat olam haqidagi tasavvur va bilimlarini ilmiy asoslar va dalillar bilan boyitib bordi. Diniy va ilmiy qarashlar doimo bir-biriga zid bo'lib kelgan. Shu sababli ham geosentrizm kabi yanglish qarashlarni barbod qilish uchun olimlardan mislsiz jasorat talab qilingan. Polyak olimi Nikolay Kopernik 1543-yili Osmon qobiqlarining aylanishi haqida nomli kitobini chop ettirdi. Kopernik ushbu kitobida yer va boshqa sayyoralar quyosh atrofida aylanishini, yulduzlar esa bizdan mislsiz darajada uzoqlikda joylashganligini matematik asoslar bilan bayon qilib berdi. Shu sababli ham bugungi kun ilm fanida Nikolay Kopernik yer va boshqa sayyoralar quyosh atrofida aylanishi, ya'ni geliosentrizm nazariyasi asoschisi sifatida e'tirof etiladi. Kopernik o'z kitobi ustida qariyb 40 yil mehnat qilgan. Kitobida bitgan g'oyalari cherkov taqibiga uchrashini juda yaxshi anglagan. Shu tufayli u kitobini o'limidan oldin chop ettiradi. Kopernikning ushbu fikrlarini ma'qullagan va rivojlantirmoqchi bo'lganlar qattiq ta'qibga uchragan. Misol uchun italiyalik olim Galileo Galilei qattiq qiynoqqa solinib, bu fikrdan qaytishga majbur qilingan. Boshqa bir italiyalik olim Giordano Bruno esa gulxanda yoqilgan. Nemis olimi Johann Kepler Aristotel va Ptolomey g'oyalariga yakuniy zarba berdi. Kepler sayyoralarning harakat qonunlarini o'ta aniq matematik hisoblar bilan ochib bergan. Kepler yer va boshqa sayyoralar quyosh atrofida ellips shaklidagi orbitalar bo'ylab harakatlanishini ko'rsatib bergan. Johann Keplerning xizmatlari bilan ilm-fan yer olamning markazi emasligini xristianlik cherkovlariga tan oldira bildi. Biroq Kepler ham o'z zamonasining farzandi edi. Uning farazlari bo'yicha olam quyosh sistemasidan iborat bo'lgan. Umuman borliqning qayerdadir aniq chegarasi bor deb hisoblangan. Olam quyosh sistemasidan iborat emasligini, aksincha quyosh sistemasi ham ulkan somon yo'li galaktikasining bir bo'lagi ekanligini 17-asrda ingliz olimi William Herschel fanga olib kirgan. Aynan u quyosh ham ko'p sonli yulduzlar kabi bir yulduz ekanligini isbotlab berdi. Herschel yulduzlarni kuzatib, ularni joylashuvini jadvalga tushirarkan, yulduzlar g'uj-g'uj bo'lib, ulkan aylana ko'rinishdagi shaklga ega borliq ichida joylashganligini tushunib yetdi. U ushbu aylanani galaktika deb atadi. Shu tariqa fanga galaktika atamasi kirib keldi. Odamzodning olam tuzilishi haqidagi tasavvurlari somon yo'li galaktikasigacha kengaydi. 1610-yili italiyalik olim Galileo Galilei ilk teleskopni yaratdi. U o'z teleskopi bilan yuzlab yulduzlarni ochib berdi hamda Yupiter sayyorasining 4 ta katta yo'ldoshini kashf etdi. Galileining xizmatlari bilan odamzod oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmas ko'plab yulduzlar va fazo jismlarini ko'ra olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ancha vaqtgacha eng kuchli teleskoplar ham somon yo'lidan narida joylashgan fazo jismlarini ko'rsata olmagan. Shu sababli ham somon yo'li koinotdagi yagona galaktika deb qaralgan. Umuman galaktika deyilganda somon yo'li tushunilgan. Insoniyat borliq shu birgina somon yo'lidan iborat deb o'ylagan.
18-asr so'ngilari va 19-asr boshlarida fransuz falakiyot olimi Charles Messier samoda yangi bir kometani kashf qilish va shu orqali shuhrat qozonish ilinjida tunlari mijja qoqmasdan osmonni kuzatib borgan. Har gal kometaga o'xshash fazo jismini aniqlarkan, u aniqlagan jism na kometa, na sayyora va na bir yulduz ekanligi ma'lum bo'lavergan. Hafsalasi pir bo'lgan Charles Messier o'zi topgan o'sha xira fazo jismlarini Messier katalogi deb ataluvchi jadval tuzib, jadvalga tushirib borgan. Olimlar Messier tomonidan aniqlangan bu kabi fazo jismlarini tushunarsiz va e'tibor qaratish lozim bo'lmagan shunchaki bir tumanlik deb qo'yishardi. Messier hayoti davomida bunday tumanliklarning 45 tasini aniqlashga muyassar bo'ldi. 19-asrda William Gershelning o'g'li John Gershel Messier jadvalidagi tumanliklar sonini 5000 taga yetkazdi. 1843-yili Irland astronomi Lord Rosse bunday tumanliklar shakliga ko'ra spiralisimon va elliptik ko'rinishda ekanligini ko'rsatib berdi. Teleskoplar kuchliroq bo'lib, takomillashib borishi bilan tumanliklar shakli ham tiniqroq namoyon bo'la boshladi. 20-asr boshlariga kelib, somon yo'lidan tashqarida joylashgan bu kabi tumanliklar soni 120 mingtaga yetdi. Aniqlanib borayotgan tumanliklarning barchasi avvalgidek Messier katalogiga kiritilib, ularning aslida nima ekanligini hech kim bilmasdi. Tushunarsiz tumanliklar ilm-fan oldidagi eng katta jumboqlardan biri bo'lib qolaverdi.